Bugun sizlarga ko'pchilik qidirayotgan ajoyib modlarni taqdim etaman. Sizlar esa men bilan qolinglar, albatta video o'ta qiziq bo'ladi. Birinchi modimiz bu qilichlar modi. Bu qilicharingizni epik darajada zo'r kuchaytirib beradi. Va shunday nayzalar ham qo'shadi. Ko'rishingiz mumkin, urg'unini anchagina 9 urg'un, hattoki yog'och. Qilichda ham anchagina 6 urg'un bor. Bu olmos bilan teng. Va bu boltalaringizni ham hamma narsangizni yangilab beradi. Ammo sizlarga bitta ham maslahat qo'shmaydi. Shunaqa qilib 11 rollingiz right va shunchalik yaxshi modlarni qo'shib beradi siz uchun. Ha, shunday do'stlar. Ajoyib mod. Yuklab o'ynab ko'rishingiz mumkin. Yuklab o'ynab ko'raveringlar. Va yana bir modimiz. Bu modimiz esa umuman boshqa mod. Bu sizlarga kompyuterlar qo'shadi. Ko'rishingiz mumkin, hatto televizor ham qo'shilgan. Kompyuter, printerlar, sochalar va yana bunday narsa qo'shilgan. Va mana yana Xbox va ajoyib narsalar, kompyuter va sochalar ham bor ekan. Va men olmoqchi bo'lgan YouTube knopkalarini ham qo'sharkan. Ha, men bularni orzu qilaman. Obuna bo'ling, iltimos. Men YouTube'da birinchi bo'lishim kerak. Menda ham shular bo'lsin. Iltimos obuna bo'ling. Va bu mana bunday hisobchani ham qo'sharkan. Juda chiroyli o'tirdimmi? Ha, bolalar. Qalbingizni tashlaymiz. Va bu kompyuter. Buni yoqsangiz shunday bo'ladi va menga ko'proq televizor yoqdi. Mana qanchalar zo'r. To'g'rimi? Zombi ham ajoyib o'ynayapti. Va bu Amoguslar. Bittasini o'ldirib, kulishyaptimi, o'ynashyaptimi? Ha, o'ldir. Bu Gifcom-dan yuklangan ekan. Bu anime Demon Slayer Iblis ovchilari animesidagi bir qiz. Va shular. Va bu mana bunday chiroyli hisobni ham qo'sharkan. Qaranglar, o'ta chiroyli. Va bu bizga printerni ham qo'shadi va kompyuteringizga kerak bo'lgan monitorni ham qo'shadi. Bu ajoyib. Va bizda 3-modimiz bu baliqlar modi. Mana bu tuxumlarga kirsanglar, mana bu yerlarda cho'pki baliqlarning turi qo'shilgan. Va bular anchagina ko'p. Xullas modni qo'shib, ajoyib mod. Xullas men Flat World'da bo'lganim uchun bu o'xshamayapti. Ammo sizlar ham qo'ysanglar juda ham ajoyib mod. Sizga juda ham zo'r baliqlarni qo'shadi. Ayniqsa mana bu boshqa baliqlar yoqadi. Ularni qamab qo'ysa-chi? Bitta qamab qo'ysa ham bo'ladi do'stlar mana. Ha, mana bu bechoralar o'lyapti endi. Ha, mayli, biz keyingi modga o'tishimiz mumkin. Va bizda mana shu tuxumlarning ichida bo'lmaydi. Qayerda edi? Ha, mayli, ozroq adashib ketdim. Bu qurol modi. Va bu yerda sizga ajoyib qurollarni qo'shadi, mashhur qurollar. Ko'rishingiz mumkin, bu menga eng yoqqan qurol. Anchagina ajoyib o'tarkan, ko'rishingiz mumkin do'stlar. Va bu menga unchalik shu animatsiyalari ham anchagina kuchli yaratilgan. Va bu qo'yni otib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda anchagina ko'p yuklab o'ynab ko'rishingiz mumkin. Bu animatsiyalar ajoyib qurollar. Bemalol ko'ringlar. Va do'stlar, bugungi videomiz tamom. Va sizlarga bu modlarni hammasini yuklab ko'ringlar. Juda ham ajoyib modlar, hammasini yuklab ko'rishingiz mumkin.
Bu ajoyib modlarning hammasi Telegramda va bo'ladi. Telegramga kirib bemalol va bularning hammasi sizlar ko'p bolalar o'ynaydigan Bedrock Edition'da. Bedrock Edition'da bemalol yuklab, Bedrock Edition'ga to'g'ri keladi. Har qanday versiyaga kerak, lekin men bir to'g'ri